Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalga xush kelibsizlar. Sizlar bilan like bosib qo'yamiz. Xo'p, Andijon shahar Dalvarzinga ishimiz bitdi mana. O'rnatib bo'ldik. O'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Kommentariyada izohda fikringizni yozasizlar, bu muhim. Xo'p, buni eni 346 ga bo'yi 284 ga bitgan, qalinligi 5.3 ga o'tkazdik. Resmisini yaxshi holatda chiqdi. Xo'p, qalinligi yaxshi, qulunligi 3 yil bo'lgan bu taxtamiz kelganiga yaxshi holatda turibdi. Quluplarimiz ham boshqacha endi. Quluplanishi yaxshi. Güzel holatda. Ochib yopishlari mana normal. Bitta barmoq ochib yopaverasizlar. Hop, oshig'ini o'rtasiga universaldan 7 ta qo'yordik. Hop, bo'yiga qarab turib, qancha ko'p bo'lsa shuncha qo'yilaveradi. Hop, daborimiz 35 sm ga chiqdi. Yaxshi holatda. Hop, narishligimiz 14 sm ga chiqdi. Güzel holatdagi ishlar. Shunaqangi yog'och darvozalar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp, Max emaillarimiz bor. Pastdagi raqamga telefon qilsanglar hisob kitobini qilib beraveramiz, razmerini tashlasanglar. Xo'p, narxlarimiz ma'qul kelsa, o'zimiz borib o'lchab, o'zimiz dasturga qilib, o'zimiz ustanovkalarni qilib beramiz. Shu kelishilgan pulni ichida. Ishga baho beraverasizlar. Ishda shu razmeriga o'zimiz shu dizaynni chiqarib berdik endi. Har doim ko'proq shu fasonda qilamiz. Boshqacha fason tashlasanglar, boshqacha fasondan qilib beraveramiz. Narxi kelishilgan holatda. Ichkarilarni ham ko'rib qo'yamiz. Darvozamiz orqa tarafdan ko'rinishi mana yaxshi holatda turibdi. Temirlarini jemchukka kraska qilib qo'yganmiz. Qoradan ko'ra shu sal yog'ochga yaqinroq turar ekan. Ochiq yopichlari ham mo'shniy bo'ldi. G'ildiralarini qo'yganmiz. Pastga armaturalarni ham ko'proq berganmiz. Shuni o'zidan steyashga qilib qo'ysa, shu rolik ustida yuraveradi. Agar pastroq bo'lsa yurmaydi. Atak buni ko'tarib turadi. Ertadan keyin osilib ketdi, boshqa degan narsa bo'lmaydi. Chunki shuni ustida bu rolik ko'tarib turadi rozani. Yaxshi holatda ishlarimiz. Bunga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar mana. Yaxshi holatda. Razmeriga qarab narxlar o'zgaradi. Keyin fasonlarga qarab narxlar o'zgaradi. Narxlarni kelishilgan holatda aloqa chiqsanglar aytiladi. Narxlarni video davomida tushuntirish qiyin. Turishlari shu. Aytgan joyingizda turadi, xudo xolasa. Mana. Eng asosiysi shu. Darvozani qayerga qo'ysangiz, o'sha yerda turadi. Bitta barmoqni ochib, bitta barmoqni yopsanglar bo'laveradi. Qadrdonlar, shu bizning ishlarimiz YouTube sahifamizda boshqa darvozalarimiz ham videolari bor, shularni ham ko'rib bemalol aloqa chiqaverasizlar. Ishlarimiz rangli desalar rangli, besvet desalar besvet, yaltirasin desalar yaltirab beramiz, polmat desalar polmat deb beramiz. Hamma narsasini kelishgan holatda qilinaveradi. Sizlar xursand bo'lsanglar bo'ldi, bizdan mehnat, sizlardan like, podpishka, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Biz doim xizmatdamiz.